Assalomu alaykum yurtdoshlarim. Bugun mana 2025-yilning 18-iyun kuni mana ertalab men xonadonimdan 90 kilometr uzoqda joylashgan markazimiz Farg'ona shahriga, Farg'ona viloyatining markaziga ketyapman. Sababi bu borishimning maqsadi bu men o'zim yashab turgan joydagi Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanidagi qoramol bozori haqida qachon shu xalq uchun shu qoramol bozorni ishga solib berasizlar deb men Farg'ona viloyat Ichki ishlar boshqarma boshlig'i general-mayor Azizbek Ikromga murojaat qilib ariza qilib kelgandim. Lekin bu arizamning yakuni shu qaylardadir to'xtab qolib ketgan. Lekin mana men borib hozir bu Azizbek Ikromni qabuliga kirishni so'rab, balkim bugungi kunimizda qayerdadir sayyor qabul bo'lib turgan bo'lsa, men Azizbek Ikromni qabuliga kirib, bu bo'lgan kamchilik bo'lib qolib ketgan, o'lda cho'lda qolgan murojaatimni yakunini so'rayman. Sabab bu nima sababdan mening murojaatim shu chala qolgan. Bu Dang'ara qoramol bozori, lekin hozirgi vaqtda nima yakun bo'lganini bilmayman. O'zlashtirib ketilganmi, lekin bu qoramol bozor shu Dang'ara tumanida ishlasa, ko'pchilikning qora qozoni qaynaydi. Lekin kuni kecha mana Shavkat Miromonovich tuxum, sut, go'sht mahsulotlari to'g'risida qattiq yig'ilish qilib, aravani tortolmaydigan rahbarlarga topshiriqlarni berishdi. Qani endi nima bo'larkin bilmayman, lekin men bu qoramol bozori yakuniga yetmaguncha YouTube orqali murojaatimni to'xtatmayman. Shu ilgari nima uchun juda nomi chiqqan qoramol bozori endiga kelib to'xtab qolgan. Lekin yana aytyapman, u joyda terek bozori qilib 6 kishiga qoramol bozorida o'zlashtirib berildi. Lekin undan oldin men YouTube orqali qancha so'zlab, qancha gapirganimdan so'ng shu joy terek bozorga aylandi. Lekin undan oldin 13 yil o'z faoliyatini to'xtatib ishlatmay turilgan joy edi. Lekin bizning Dang'ara tuman fuqarolari yon qo'shnimiz viloyati Namangan viloyatining Pop tumanidagi G'urumsaroy qishlog'iga qoramollarni olib borib, xonadonlardan uzoq joyga olib borib sotishyapti. Shu sotgandan keyin yo'l kiralar, xarajatlar qo'shilgandan keyin go'sht mahsulotlari narx-navosi o'sishi mana shundan iborat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar yurtdoshlarim. Qani Azizbek Ikromni qabuliga kiring, nima sababdan mening murojaatimga javob kelmagan?